Bir yigit hammollik qilib insonlarning yukini bozordan uyiga tashib tirikchilik qilar ekan. Kunlarda birida haligi yigitning yelkasidagi og'ir yukni mashaqqatidan qalbida biroz noshukrlik paydo bo'lib, "Ey Robbim, shu bir burda rizqimni, bir burda nonimni shunchalik mashaqqat bilan berishing shartmi? Turgan joyimda ham shu rizqimni bersang bo'ladi-ku" deya qalbida nolish o'tib qoldi. Haligi yigit shu og'ir yukni ko'tarib borar ekan, qarasa 2-3 kishi janjallashib turibdi. Haligilarni orasini yarashtirib qo'yaman deb o'rtalariga tushgan ekan, mirshablar kelib hammasini olib borib qamab qo'yibdi. Urushga daxli bo'lmagan bu yigit ham qo'shilib qamalib qoldi. Qamoqxonada turar ekan, qarangki, o'sha rizqi bir kunda mehnat qilib topadigan bir burda noni, taomi oldiga kelibdi. Shunda tafakkur qilib, afsus nadomat qilgan ekan. Ey Robbim, shu mashaqqat bilan bo'lsa ham shu ozodlikda, emin erkinlikda, sihat salomatchilikda bir burda nonni topib yeyishligimga yetmas ekan deya o'sha qilgan noshukrligidan afsuslangan ekan. Shu uchun azizlar, Alloh taolo mana shunday tinchlik, omonlikda halol kasb bilan rizqimizni berib turibdimi? Bu eng katta Allohning ne'mati. Eng katta baxt, saodat mana shu azizlar. Alloh taolo shunga ham qodir qilmasligi mumkin edi. Bemor, xasta qilib qo'yishi mumkin edi. Lekin Alloh taolo shu kuch-quvvatni berib turibdimi? Albatta bunga harakat qilish kerak.